Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Sog'misizlar, omonmisizlar? Sizlarmi? Ha? Advojon ikkovimiz chekka o'tib ketyapmiz. Muzodalar. Rossiyada turganlar, musofirda turganlar, chet elda xullas hamma joydan kuzatayotgan obunachilar, aka-ukalar, opalar, mashina hojotalar. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Charchamay ishlab yursizlarmi? Shu videoni ko'proq tarqatsanglar, yana ham ko'proq bo'lib bo'yiga tarqaladigan bo'lsa, kontent qilib, xudo xolasa chiroyli qilib videolar qilib kanalni bo'ylaridan sahar chiqib yurganini ko'rsataman. Ikkilar bilan aylab yurganimni, qaylarga borayotganimni ko'rsataman. Voy keldi, voy. Chekka kelishdi. Dakamozlar kelishdi. Dakamozlar kelishdi. Hozir dakalar ko'ramiz. Tuxumga kelishdi akalar. Bayapsanmi dedi. Mana itim mana shu qo'lmeni qo'lim mana bunday qilay. Mana ko'rinyapmanmi? Akalar. Mana shu kuchuk. 2 yosh bo'ldi, biladiganlar. Mana u to'sh janvar bor-ku, mana to'sh janvar. Ko'ryapsizlar. Nima? Ular his qilaveringlar endi. His qildinglarmi? Tur, qoch, malish. Hamma yoqda rasvosini chiqaryapsan. Mana bitta zinani ko'ryapsizlarmi? 35. Oraliq 35 bo'ladi-ku. Kallani ko'rdinglarmi? Mana bunday qilganda ham ko'rinadi. Zina bilan teng-da. Kalla. Endi bu yoqqa keladigan bo'lsa, kansani o'rnatdi bu tomonga. Biz pardalar o'rnatyapmiz. Endi ustida olishim anaqaligi uchun xudo xolasa bitdi bu yerda. Mana yerga chiroyli qilib kansani qo'ydik. Endi mana shu tomonga bitta televizor qo'yib turib, yoniga shkaf, ichiga shkaf qo'yib turib, shunaqa televizor o'rnatadigan shunaqa narsa yasaymiz endi. Xudo xolasa kelgusida ko'rsataman. İçkari uylarga doğru parda bo'ldi mana. Uy bitdi. Deydi-ku, gilamigadir solib qo'ydi-da. Hamma uyda ichkarisi bir xil gilamlar hammasi. Endi tashqarisini haligi travertdan chiqyapti-ku, yangi chiqqan. Po'kaylik. Ana shundan qilamiz. Endi kanalni bo'yini ko'rganlarga, "Voy, eshik yo'qlar!" Mana shunday qilib bir qadam tashlab chiqqandan keyin bu yerda endi kelgusida xudo xolasa maylar terak ekib qo'yganmiz o'tgan yili. Chiroyli qilib teraklar ekib qo'yganmiz. Zo'r bo'lib qoldi. Mana har xil ekilar ekan, lekin bitta kunda ekilgan teraklar, bu qarang, katta mana shunday bo'lgani ham bor, endi ko'karayotgani ham bor. Tushunmayapman, lekin mana shu katta zakan qishin yozdim mana hozir 19-kundan mana suv oqyapti, ko'rasizlarmi? Bu narada mana suv tushadigan joy bor. Mana yerda ham suv tushadi. Men bu yoqda ko'rganlar bor. Mana yerdan priyam suv tushadi. Mana yerdan kanaldan suv chiqadi. Endi bu tepalikda ko'ryapsizlarmi? 7,5 metr yo 8 metr chiqsa kerak. Balandlik. Endi bu yoq Farg'ona ekan. Mana suv past. 1,5 metr past. Suv. Mana kanalda bo'yi katta Farg'ona kanal. Mana shu yerda o'tirib olib, hali bahorda, kuzda, yozda deganda baliq tutgim kelib qolsa, qalmadab chiqib 1 soat, yarim soat o'tiramiz. Mana hozirgi uyni ko'rsatganim 1, 2, 3 tur. 2 xona ekan demanglar, tamam. Mana birinchisi mehmonxona. Hozirgi kirganimiz, mana bitta ikkita. Ana shu bu yoqda ikkitasi, hali darisi. Bu narada ham 2 xona bor. Xullas 6 xonami uy bor. Bitta. Mana ular shuvoq qilib yoki bo'lmasa haligi po'kay bor-ku,
po'kaydan shunday qilib yopishtirsam deb va ash arzonroq tushadi qum suvi bilan bari bir bo'lar ekanda lekin po'kay bilan endi kelgusida xudo xolasa pul bo'lib qolsa Doruza akalarga reklama qilamizmi yoki bir gaplashamizda mana shu yerga chiroyli qilib reklama qilib Doruzasini zo'rini sal arzonroq qilib olib kelamiz. Endi mablag'ga qarabda chiroyli qilib olib kelib o'rnatamiz. Mana shu yerga bitta qo'yib turib, mana shu yerda oldidan ana shu suv tushayotganda oldidan bitta qo'yib turib, xudo xolasa amaki bilan gaplashganman, Hoji buva bilan, naris qo'shni bilan bo'pti. Bilgayni qilib bolam dedi. Mana shu nari yo'nboshi chiroyli qilib tog'larni teraklardi. Tekizlab hashaylar. Setga tortib turib, mana shu uyimizni paynopi bor. Ko'ryapsizlarmi? O'rakda. Mana yerda tugaydi uyimiz. Mana shu yerdan mana qilib zina qilib qo'ygan. Endi bu yerda ko'pchilik ichadi. Bu yoqda moliga holiga o'ziga suv oladi, lekin olmaydi emas. Mana shu chiroyli qilib beton qilib turib, bir baliq tashab qo'ymoqchiman. Nima deysizlar, hurmatli obunachilar? Baliq tashab qo'yadigan bo'lsa, pryamoy suvda, katta Farg'ona kanali suvida qaysi baliq tashasa ko'proq turadi? Oq baliq turadimi yo sazan turadimi? Ko'pchilik o'tganlar gaplashsam, sazan bo'lishi mumkin, ilon balig'i ham turaveradi. Lekin mana qishin yozin suv to'xtamaydi. Mana shu yerda suv oqadi. Endi o'zini ichiga qandaydir bir moslama qilib, tulba qo'yib turib, setga qo'yib, tulbani oldiga chiroyli qilib to'lashimiz mumkin. Bu akam cheki mana. Chetdan kelganda bunday kirgan. O'zingizlar ko'rgansizlar bu tomonni. Bu yoq ko'cha. Ana shu hozirgi ko'chamiz, to'g'ri. Bu yerda akam yashaydi. Rossiyadan yaqinda keldi. O'zlari bitirib chiroyli qilib plus bu yerda ham 1 2 3 4 5 6 7 xonami 8 xona uy bor bu yerda. Mana teraklarni o'stiryapmiz. Bu teraklarni kelgusida xudo xolasa mana shu yerga, mana shu turgan joyga mana bu qo'ydi. Oshxona, hammaxona shunaqa narsalarni qiladi. Bahorga chiqib boshlaymiz deyapti. Bahorga ham jicha-picha o'sib qoladi. 1 sm, yarim sm o'sib qoladi. Bu eski o'zimizga qadrdon bo'lgan molxonamiz. O'zim qurganman, bilasizlar. Hozir mollar yo'q. Shuning uchun bo'sh tinchgina. Endi mana yerda qafasda itim bor. Bu itni ko'rsata olmayman lekin. YouTube'ga qulab qo'yapti. Mana. Sharshara deydi-yu. Qaranglar. Sharsharani hozir qalay ko'rinyapti. Qaranglar. Yozda issiqqina joyda kelib o'tirsanglar, ha? Keling oğlum, ketdik. Bu yog'ini kuzatib olinglar. Addi shu video bo'lar. Uyning ichida syomka qilaman desam, uyning ichida bola baqir-chaqir. Bilasizlar. Mehmonxonaga chiqadigan bo'lsa, mehmonxona ham bab sovuq. Ancha tashqaridan bola zerikdim. Ko'chada toza havoda. Video qilyapman. Xullas, hurmatli obunachilar, hozirgi aytganimdek, mana shu yerdan baliq chiqadi. Katta Farg'ona kanalida hozir ko'rsatdim. Shu yerdan baliq kelib qoladi. Har zamonda. Onda-sonda kelib qoladi. Haligi bunday ilon baliqlar bo'ladi-ku, o'zingizlar bilasizlar, ko'rgan bo'lsanglar. Bunday kichkinagina ilon baliqlar bo'ladi. Mana shuni ushlab kuzda bo'ladi ko'proq. Yo'qsa erta bahorda ko'payadi. Mana shular. Ana 5-6 tasini ushlab turib, ichini yorib, chiqib ketib olib, to'g'ri, qars qilib yesa, undan mazza baliq yo'qda. Parilam kelib qoladi. Endi makiyan so'rayapti, ko'pchiliklar tuxum so'rayapti. Xudo xolasa eplab qolib beryapman. Qo'ldan kelganicha makiyan zotini ayting deydigan bo'lsa, Anvar akamdan olib kelgan. Haligi yapon zotdan makiyan bor. Keyin haligi Koreyadan bor. O'shamoqdan bor. Vyetnam makiyan bor. Xullas turk makiyan bor. Ana shu hammasi tug'yapti. Anvar akam bergan 1200 dollarlik haligi xo'roz sotilgan
xo'rozni makanga qo'shib turibman. Uni ham 2-3 ta makanga, qolganini haligi 5 ama xo'roz bor-ku, tikka yuradigan. Ana shu xo'rozdan qilib 2 xo'rozdan tuxum olyapman. Cho'ja xo'roz so'raydigan bo'lsa, bitta cho'ja xo'roz bor. 5 oylik, 4 oylik qip-qizil xo'roz bor. Telegram yurtmamga o'tib turib, Telegramga o'tib turib, yurtmam deyman. Ana Telegramga o'tib, yozib bemalol. Bo'lmasa o'zimga aloqaga chiqadigan bo'lsanglar, ko'rsataman, videolarini tashib beraman qo'ldan kelgancha. Endi xo'rozni qo'ymayapsiz, makyolar qo'ymayapsiz deydiganlarga, bu xo'rozni hozir video qilib tashlaydigan bo'lsam, 5-10 kunga yo'q qo'yapti. Ana shuning uchun qo'ya olmayapman. Uzunlik sabablari. Undan keyin shu videolarni ko'proq qilib tarqatadigan bo'lsanglar, chiroyli qilib, xudo xolasa, ya'ni kontent qilib tashqariga chiqarib yuborganda olib bir prova qilib qo'yib beraman. Agar pul bilan qo'ymaydigan bo'lsa, tashqarilariga olib chiqib, qo'ldan kelgancha quyosh chiqib qolganda, hozir ichkarida turibdi, pechga qo'yganman. O'zinglar ko'rgansizlar, o'tgangi kiletga, ana shu kiletkada xolos xo'rozlar, makyolar hammasi ana shu turibdi. Hozir endi go'shtini, ovqatini berib, tuxumini, ana donalarini berib, hammasini qarab chiqdim. Xudo xolasa, qo'ldan kelgancha harakat qilib, sizlarga yetkazishga harakat qilyapmiz. Men Rossiyadan kelgan tuxum nima oldi degan bo'lsa, tuxumni 12tasini bostirib qo'ydim. Qolganiga ko'rki yo'q. Endi ochib chiqsa, xudo xolasa, avvalambor ko'radi. Kuzatib boringlar. Mana hurmatli, yuring ketdik aka. Yuring, ko'prikka tushibman. Mana shu erkaksan yig'ilib qolaman-da. Aka, sekin ketyapman aka mana. Sekin ketyapti, yuring, ko'prikka o'tkazibman. Mana shu olay. Bo'ldi, men ushlab turibsizmi? Ko'prikda. Ko'prikda shu, ko'prikda shu. Mana oq rang bor. Oq, pastda oq rang. Tepasini ushlaysiz. Mana shu oq rangni men qilaman. Bo'ldi aka. Yo'q, men yaxshidan olayim. Bo'ldi aka. Ekkan tikkaningga, menga mehnat berganingga rozi bo'lgin. Safar ketgan dadangni hamisha oltin bo'lsin. Allohga rahmat. Yetib olaman. Bo'ldi aka, men mana shu yerda sekin qarab meyvaga yetib olaman. ko'ryapsizlarmi, katta Farg'ona ekan. Aka ko'prikni o'qotib qo'ygan ekan. Ko'prikni ko'rsatib qo'ydim. Suvda hozir ko'rinmayapti-da. Eng qizig'i mana bunday qilsam ko'rinar ekan. Suvda ko'ryapsizlarmi? Ko'prik ustida turibman. O'zing ko'rmayapsizlarmi deganlarga.